Assalomu alaykum. Ye? Va alaykum assalom. Ma, Pul nimaga dada? ko'chadan quruq qo'l bilan uyga kirmagin. Nima olib kelishim kerak? 4 ta non bo'lsa ham ko'tarib kirish kerak. Sen erkak kishisan. Hozir birga boraman. Menga qara. Puling oz qolganda yoki tugaganda oilangdagilarga bildirma. Nimaga? Chunki bu noxush holat. Noxush holat esa uyingdagilarni xafa qilishi mumkin. Har qanday holatda ham uydagilaringni xafa qilma, chunki sen erkaksan. Mana shu podyezdni lift ishlamay qolishi, chirog'i yonmay qolishi, begona odamlarning paydo bo'lishi, bularning hammasi seni befarq qoldirmasligi kerak, chunki sen mana shu podyezdning erkagisan. Yaxshilab esla. Qo'shnilarning qiynalganlari yo'qmi? Soliqlari joyidami? Keksalar bor. Xabar olib turish kerak. Chunki sen mahallaning erkagisan. Dada, nonni qayerdan olamiz? Yaqinda? Qanchalar yaqin? Eng yaqin. Mana bu do'kon. Voy, Navoiyxonadan olmaymisanmi? Yaqinda non ham boshqa narsalar ham bor-ku. Yer. Boshda bu do'konni o'zlari ochishganda yaxshi yurg'izisha olmadi. Qiynalishdi. Keyin yaqindagilar kelib, zo'r do'kon qilib berishdi. Mana hozir savdolari ham zo'r. Ko'rib turganingdek. Erkakcha ish bo'pti-da, dada. Endi yaqindagilar yurtni erkagida. Qani o'g'lim, endi uyga kiraylik. Iftor payti ham bo'lib qoldi.